Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning Qalq markazi Karat kafening ro'parasida 4 qavatli binoning 3-qavatida bir xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Место положенияsi ham zo'r, yo'llar yaqin, ko'p yurmaysizlar hurmatli vatandoshlar. Yo'ldan bir 100 metr, 150 metr kelsangizlar, qanday domda 3-qavatda bir xona kvartira. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz hurmatli vatandoshlar. Orientirlarni tushuntiradigan bo'lsak, buyog'imizda Karat kafe, Kamushkanburg, hurmatli vatandoshlar, buyog'imizda Do'lda Dekkan bozor. Tarafımızda ise Shumbala Olimpiya stadioni joylashgan. Bundan bir 300 metrdan keyin chapga kelsangizlar, Raycenter bozorga ketadigan yo'limiz hurmatli obunachilar. Balki yo'ldan Karat kafening yonidan chiqsangizlar, Darital Dekkan bozor mestosi zo'r, hazla ham 3-qavatda. Yan atrofida bog'cha maktablardan hech nima muammosi yo'q. Bu yerdan kirsangizlar 14-solda Ahmadjon Ibrohim maktab, tarafda bog'chalar ham hamma udobsalar bor. Hamma o'ng'ayli. Qani ketgansa kvartiramizdan birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Bismillah, kvartiramıza girip geldik. Girgenden çabinimizden yine bir hoş mesaları, eşkimiz Koreyski eşleden, onun taraftarsa girgenden esası xanası boladı, eşlere yağaç eşleden, tarafımız sanuzel, aşxanası joylashgan. Birinchi yerdan ko'rsatib boraveramiz. Orientiri Karat kafening ro'parasida 4 qavatli binoni 3-qavatida bir xona kvartira. Orientiri zo'r. Bog'cha maktabidan muammosi yo'q yan atrofida. Zal kısmımız 3'ü 10'a 5-60 metre düşken, bir de televizor zonası, balkondan birge, açık balkon meyiləcədə qoyuş üçün mesalarım var. Bir de sanuzel kısmı oladı. Sanuzellə işləri yağaç işlənən, gördüyün seyvanlarımız dövəkləri kafel boğan, remont hələ bırak. Yanımızda aşxana kısmı, aşxanamız 2,5 metre düşken. Bir de ise farklı kalan gaz plita moykaları bak, gaz çeşitleri koyuyorlar. Hürmetli vatandaşlar, yanında mektep bakçalar var. Yakın yerde 5 metre arasında 5 metre gelesler. Darital, Dekkan bazar, Raycenter bazar, hem mire onaylı, Olimpiya stadioni, Shumbala, Karat kafe, Kamushkanburg, hem mire onaylı. Magazinlerden muammosu yok. Yanından 7-5 marşrutları ötürdü. Olimpiya stadioni yana çıksanız 19 marşrutlarını ötürdü. Место положенияsi yaxshi. Narxi 220 milyon so'm. Kelishadigan yeri bor. Etaji 3-etaj. Dokumentda muammo yo'q. Azizlar. Zo'r mesalar. Agar kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Like bossanızlar, şu videolarımız yayınlar tarqalishga yordam bergan bo'lsanızlar, alovchilar yetib borib, bize orqali joy asalab foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Hamma sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.